va kulli manofi maslahatni siz Alloh taoloning qonuniga topasiz. İnsanlarning qonuniga, insonlarning diniga, insonning fikriga, insonning rishtasiga siz topa olmaysiz. Bir misol omiyona aytsam, agar bir chiroyli daraxtni bizda ko'rsak, har kimki bunga qaraydi, qarashliklar, nazar va niyatlar mutafovit, fikrlar mutafovit. Agar men siz qaragida bo'lsa aytamizki, valo behtarin barq qilgan ko'hmaygina daraxt, sabz daraxtni necha daqiqa o'zim shu yerga bir orom o'ltirsa edi, bir rohat shundan istifoda qilsa edi. Vaqtiki najorinog'a biz qaragida bo'lsa, sizni qarashligingiz bilan daraxtga uniki tafovut qiladi. U kundasiga mutoji bo'ladiki, behtarin standarti yaxshi darvoza tuzaladi deydi. Valo bir yiqitsam edim shuni. Shoxalaridan ayni shunday bir narsa. Yaxshi chiroyli bir kelken u darvoza u bunday bir narsa tuzatsam edim deydi. Past nazar mutafovit bo'ldi. U do'stiki muhit zistga ishlaydi. U qancha buni oksigenlarini cho'tlaydi va qancha bu jamiyaga shu daraxt foyda beryapti, buni cho'tlaydi va qancha gard va g'ubor va changlardan hifozat qilyapti shu girdofi shu daraxtni. Bu narsani cho'tlaydi qaragan pillasiga. Do'sti azizi, bizki bahsi ziroatga u ishlaydi. U ham buni mevalarini sihiy bo'lishini dar nazar oladi. Bu holati gard va g'uborlik holatiga agar bitta istifoda qilganda biza qancha muzdirdi, bunisini dar nazar oladi. Xulosa shu har kim o'z rishtasiga qarab o'shanga bir fikra va nazar kallasiga keladi. Lekin hamma manofini siz cho'tlayman desangiz, qonuni Alloh subhanahu va taologa bor. Tafovutlar qonuni bashar bilan qonuni Alloh subhanahu va taologa shunchadi. Alloh taoloning qonuniga vus'at bor, firoqlik bor. Tanglik yo'q Allohning qonuniga. Ammo qonuni basharga tabiiydiki manofi faqat necha millat, necha kishiga va necha afrod ashxosga bo'ladi, va hammaga birday bu oromish keltirmaydi.